Hamda sudi bo'yicha ikkita qaror chiqargan. Bitta ish bo'yicha ikkita qaror chiqadimi? Foydalanilmaydigan yer maydonlari tuman zaxirasiga qaytarib olinsin. Foydalanilmaydigan degan. Tenderni 5 oy davomida orqaga surib, may oyigacha cho'zishdi. Uzunchilik qilmaganda, yer bo'sh bo'lganda, siz zaxiraga qaytarib olishinglar kerak. Hozirgacha bu to'g'risida hujjat yo'q. Nimaga bekor qilindi, aytilmayapti. Klasterga o'tib ketdi deb 8-qaror bilan o'tkazgansizlar. Aslida 13.05 bilan o'tish kerak edi. Birinchisi da'vo arizasi qanoatlantirilsin deb. Ikkinchisi rad etilsin. Ikkita qaror ham bizda bor. Hokimiyat xodimlarining ko'pchiligi yolg'on axborot berib, ma'muriy sudda meni yutdi. Nima uchun o'sha paytda buni shunchalik cho'zishga majbur bo'lgan bular? Foydalanganini ko'rsatib turibdi. Ya'ni uzum ekkan. Iqtisodiy sudining qarori boshqa bo'lib chiqdi. Asos ko'rsatmayapti, prosta klasterga o'tib ketdi bu joy deyapti, xolos. Boshqa yerdan yer olib, ko'chatingizni o'tkazib olmaguncha turadi degan. Klaster tashkil topilib, bo'lib, hamma yerlar o'tgandan keyin qaror chiqqan. Shartnoma nima uchun berilmagan? Qanoatlantirgan paytda kimdandir bosim urib yoki nimadir qilib rad qilib. Ism familiya, bu murojaatchining ism familiyasi. Lekin firmaning nomi boshqa. Bu joy ayni damda kimga tegishli? Bog'dorchilik, sabzavotchilik, chorvachilik hammasi 13.05 bilan o'tish kerak aslida. Bu yerda katta ashibga sudniki. Kengashli qaroriga manikini tiqib turib, klasterga o'tkazgansizlar. Aprelda 15 gacha ko'chatlar o'ladi. Sudda chiqsiz xodimlar o'zining harakatiga javob beradi. Tahriyatimizga navbatdagi murojaat Toshkent viloyati Quychirchiq tumanida istiqomat qiluvchi fuqaro tomonidan yo'llandi. Murojaatda keltirilgan holatlar tuman miqyosida yer ajratish, tender jarayonlari, klaster siyosati hamda sud qarorlarining ijrosi borasida jiddiy savollarni o'rtaga tashlamoqda. Murojaatchining bildirishicha, u fermerlik faoliyatini yo'lga qo'yish maqsadida Quychirchiq tumani hokimligiga ariza topshirgan. Fermer xo'jaligi uchun yer tenderi 2017-yil dekabr oyida e'lon qilingan bo'lsa-da, noma'lum sabablarga ko'ra tender faqat 2018-yil aprel oyida o'tkazilgan. Shundan so'ng hujjatlarni rasmiylashtirish jarayoni yana bir necha oyga cho'zilib, faqat may oyiga kelib yakunlangan. Eng achinarlisi, tender bayonnomasida murojaatchiga 12 gektar tayyor bog' yer maydoni berilgani qayd etilgan. Ammo amalda ushbu hudud ochiq, tayyorgarliksiz dala bo'lib chiqqan. Shunga qaramay fuqaro katta mehnat va mablag' evaziga ko'chatlar ekib, ularni qiyinchilik bilan ko'kartirishga muvaffaq bo'lgan. Ammo 2018-yil dekabr oyida tumanga klaster tizimi joriy etilishi bilan vaziyat yanada chigallashgan. Murojaatchining aytishicha, barcha ekin maydonlari klaster tasarrufiga ixtiyoriy o'tkazilgani iddao qilingan. Fuqaroga tegishli yer ham go'yoki uning roziligi bilan klasterga berilgan deb rasmiylashtirilgan. Holbuki murojaatchi bunday rozilik bermaganini qat'iy ta'kidlaydi. U masala yuzasidan bir necha bor tegishli tashkilotlarga murojaat qilgan, biroq hech qanday natijaga erisha olmagan. Oxir-oqibat sudga murojaat qilishga majbur bo'lgan. Biroq sud jarayonlari ham uzoq vaqtga cho'zilib ketgan. Murojaatchining so'zlariga ko'ra, ayrim hokimiyat vakillari sudlarda haqiqatga zid ko'rsatmalar bergan. Ma'muriy sudda hokimiyat tomoni yutib chiqqan bo'lsa, iqtisodiy sud murojaatchining talablarini rad etgan. Apellyatsiya instansiyasi ham tuman sudi chiqargan qarorni o'z kuchida qoldirgan. Bu ham yetmaganday, fuqaroning ko'p yillik mehnati evaziga yetishtirilgan ko'chatlar klaster tomonidan traktor yordamida haydab tashlangan. Daraxtlar butunlay yo'q qilingan. Ushbu harakatlar uchun esa hozirgacha hech bir mansabdor shaxs javobgarlikka tortilmagan. Mana shu ko'rib turgan binolaring Quychirchiq tumanining hokimiyat binosi bo'ladi. Mana shu yerda 2018-yili aprel oyida fermerlikka ariza yozib, 17-yili dekabr oyida ariza yozganman. Tenderga 17-yili dekabr oyida qo'yilgan, lekin tenderni 2018-yili 15-aprelda qildi. 5 oy mobaynida surib. Bu yer masalasi shundan iboratki, yerni vaqtida 3 kun, 4 kun ichida
o'sha kerakli narsalarda qilinmasa ishlardi, bu yillar davomiga o'zini ta'sirini o'tkazadi. Shuning uchun 15 aprelda berganligi uchun men hujjatlarni rasmiylashtirgancha may oyi bo'lib qoldi. May oyida men ko'chatlarni olib kelib qo'ygan edim. Mart oyida. Chunki tenderda mani balim juda yuqori bo'lishini sezganman oldindan. Shuning uchun ilgaridan tayyorgarlik ko'rib qo'ygan edim. Lekin hokimiyat xodimlari nima uchundir mana shu tenderni 5 oy davomida orqaga surib, may oyigacha cho'zishdi. Bundan maqsad mana endi keyingi bo'lgan jarayonlarni hisobini oladigan bo'lsak, bu tenderni qilmaslik bo'lgan asli. Tender bo'lib o'tgandan keyin hokim tenderni bayonotida bog' o'sha menga berilgan, ajratilgan 12,01 gektar ekiladigan maydoni yerni bog' sifatida menga ajratib beryapti. Ya'ni bog' sifatida, ya'ni tayyor bog' sifatida. Aslida u yer ochiq maydon bo'lgan. Keyin men uni yerda o'zlashtirdim. Bundan ham ko'rinadiki, qandaydir bu hokimiyat xodimlarining ayrimlarida qandaydir ichki bir qandaydir husumat deymizmi, nimaligini aniq aytolmayman. Mana shunday narsa borligi aniq. Endi vaqt o'tib men o'zimni ishimni hujjatlarni rasmiylashtirgandan keyin may oyida ko'chatlarni o'tkazib, uni zo'rg'a amallab tiklab oldik. Chunki ko'chatlar juda charchab qoldi may oyiga kelgancha. Yaxshi tiklab oldik. Lekin dekabr oyida 18-yili, 2018-yil dekabr oyida klaster kirib keldi tumanga. Mana shu tumanga 8-qaror bilan, ya'ni o'z ixtiyori bilan topshirilgan qaror bilan umumiy paxta g'alla qaroriga meni ham olgan yerimni kiritib, klasterga o'tib ketdi degan vajni ko'rsatishdi. Og'zaki. Hozirgacha bu to'g'risida hujjat yo'q. Xullas kalom, og'zaki tarzda klasterga o'tib ketdi deb bayonot berishdi. Men u yoqqa yugurdim, bu yoqqa yugurdim. Xullas hokimiyatga, hokimlarga ariza yozdim. Arizalarim bari javobsiz qolgan. Keyin sudga berishga majbur bo'ldim. Mana 2019 iyun oyidan beri sudlashyapmiz, hali oxiriga yetganimiz yo'q. Sud jarayonida hokimiyat xodimlarining ko'pchiligi yolg'on axborot berib, ma'muriy sudda meni yutdi. Endi iqtisodiy sud masalasi bo'lsa, oradan 2023-yili iqtisodiy sudga ariza topshirdim. Chunki 2019-yili 23-oktyabrda ko'chatlarni hammasini traktor bilan haydab tashlagan. Asossiz ravishda, hech qanday hujjatsiz. Vaholanki oldingi hokim ko'chatingiz, yeringiz klasterga o'tib ketgan bo'lsa, hech narsa qo'limdan kelmaydi degan va'da qildi. Keyinchalik aytdiki, shu joyda o'zida ko'chatingiz joyida turaveradi, hech kim tegmaydi, toki siz boshqa yerdan yer olib, ko'chatingizni o'tkazib olmaguncha turadi degan. Va u hokim ishdan ketgandan keyin ketmasdan avval, uzr. 19-yili 23-oktyabrda haydab tashladi. Men mana shu yo'nalish bo'yicha keltirilgan zararni narxlatib, iqtisodiy sudga murojaat qilishimga to'g'ri keldi. Iqtisodiy sudda menga rad javobini berdi. O'sha yetkazilgan zararlarni qoplashni 12-iyun 2023-yili. Keyinchalik men apellyatsiyaga berdim. Apellyatsiya ham tuman
iqtisodiy sudining qarorini o'z holicha qoldirdi. Bu orada men hokimiyatga kelib yana uncha hujjatlarni tekshirib o'zimga hujjatlar to'playotgan vaqtimda hujjatlarimni yo'qotib qo'ydim, ikkita qarorni va adliya bo'limi meni ishimni iqtisodiy sud bo'yicha olib borganligi sababli adliya bo'limiga kelib, adliya bo'limidan mana shu ikkita qarorni chiqarib berishni so'radim. Ya'ni menga berilgan tumanni iqtisodiy sudining rad qilingan qarorini va viloyat sudining iqtisodiy sudining qarorini yo'qotib qo'yganligim sababli. Kompyuterni ochdida o'sha meni ishimni olib borgan yurist yigit fermerlik xo'jaligimni nomini so'rab turib, mana shu yerda menga bir hujjatni chiqarib berdi, o'sha qarorni olib stol ustiga qo'yib qo'ydimda, keyin tuman viloyatnikini so'radim, viloyatnikini ham chiqarib berdi, olib ketdim. Uyga borib qarasam, birinchi bergan tuman iqtisodiy sudining qarori boshqa bo'lib chiqdi. U yerda hokimiyat tarafidan 2 milliard 2,5 milliard 173 ming mablag'ni, ya'ni menga Akmal meva fermer xo'jaligining rahbariga to'lansin degan qaror chiqqan ekan. Men buni 1 yildan keyin, ya'ni 2024-yili aprel oyining oxirida bo'layotgan gap meni qo'limga shunda tushdi. Mana shu masala bo'yicha hozir endi qaytadan sudga berishga qaror qildik. Mazkur murojaat yuzasidan tahririyatimiz Quyi-Chirchiq tuman hokimligiga tashrif buyurdi. Dastlab hokim bilan uchrashuv va'da qilinib, bizdan kutishimiz so'raldi. Birozdan so'ng hokimlikning qishloq xo'jaligi bo'yicha bosh mutaxassisi, keyin esa tuman hokimining qishloq xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari bilan suhbatlashildi. Ularga fuqaro murojaat tafsilotlari batafsil bayon qilindi va aniq yechimlar so'raldi. Opa, bekorga telefon ko'tarmagan chiqardi. Buni qo'rqmas qulf ekan. Hozir bu yerdan yondan so'rasam, qulf deyapti xonasi dedi. Ha, bo'pti, xodimlarning telefon, o'zim telefon raqami. Hozir qishloq xo'jaligi bo'lsa, hokim mutaxassis chaqirsam bo'ladimi? Bo'pti, ularni chaqiring. Odam aytgan odamni. Assalomu alaykum. Rahmat. Taftish o'z axborot agentligidan Marjon Eshqovotoman. Qishloq xo'jaligi bo'yicha bosh mutaxassisman. Fuqaroning murojaati bo'yicha kelganmiz. Keyin hozir qatorga kirib ketdi. Hozir chiqadi. Chiqib qoladi. Keyin ungacha tushuntirib turaman. Xo'p, ushbu murojaatchiga hokim qarori bilan yer ajratilgan. Ya'ni qaror emas, tenderda yutib olgan, keyin hokim qaror chiqarib bergan. O'sha bo'yicha yer ajratilgan. Bular keyin o'zim ekkan. O'zimchilik va bog'dorchilik uchun-da. Bilaman. Yo'q. Ekkan, lekin o'zidan o'zi og'zaki hokimiyat kelgan paytda aytishgan ekan, klasterga berdik u joyda degan ekan. Og'zaki. Lekin hech qanaqa hujjat ko'rsatilmagan bularga. Bu bo'yicha murojaat qilinganmi? Ha. Ular qilishganmi? Sizlarga qilgan ekan. O'shaning uchun mushт qilmagandir degan maqsadda biz sizlarning oldingizga keldik. Chunki hokimiyat bu narsaga shunchaki qarab turishi mumkin emas edi. Ha, o'zidan o'zi tashlaydi. Yo'q, aka, bitta narsada hech qanaqa hujjat, mayli o'sha yerda so'rab surishtirib bering unda. Qaysi hujjat asosida? Chiqsinchi, ko'raychi. Xullas, bularni yechish bo'yicha emas, qanaqa hujjatlarda ham turibdi aka. Hokim qarori chiqqan. Bular birinchi avval tenderda yutib olgani bo'yicha. Bularga beravering. Yer yutib olgan tenderda. Keyin hokim qaror chiqarib bergan. Даже shu yerda ham hokim xatosi bor. Qarang, ism familiya, bu murojaatchining ism familiyasi. Lekin firmaning nomi boshqa. Tushunasizmi? Aslida bularning firmasining nomi Akmal. Yo'q, o'sha paytda Mirqosim Agrofaiz ikkinchi loyiha bo'lib chiqqan ekanda. Yo'q, u payt unaqa bo'lmagan. Tushunyapsizmi? Lekin shu nomini shunaqa deb yozgan nimagadir. Bu firma, mana buni aytasiz, mana boru. Ha, loyihaning nomini shunaqa deb ketganda. Qarang, Mirqosim Agrofirma 2 bu bundan avvalgi nomi bo'lgan. Ya'ni bu odamdan zaxiraga o'tgan yer. Tushunyapsizmi? Shuning uchun shunaqa deb nomlanadi. Bu siz murojaatchi? Siz qilganmisiz?
Mirqosimning Agrofiles 2 loyihasi o'sha oldingi foydalanuvchilar nomi deyapsiz, to'g'rimi? Shunaqa bo'lib chiqadi. Loyihaga shunaqa, tenderga shunaqa nom bilan chiqadi. Xo'p. Bularga ajratilgandan keyin g'olibi deb bularni topyapti. Jumaboyev, Ikromiddin. O'sha tenderga chiqqan nomi oldingi egasi nomi. Bularga уже boshqa nom bilan chiqadi. Xullas, bular tenderda yutyapti. Mana hokim qarori ham bor. Yuringlar, nomga chiqing. Oldin murojaat qilganmisiz bizga? Men 18-yildan beri mana shu ishlar orqasidan avoraman. 8-yil ketyapti. 18-yil menga ajratib berilgan. Ko'chatlarda o'tkazganmiz. Mana rasmlar bor. 19-yili kuzda 9 oyda ichida klasterga o'tib ketdi deb ko'chatlarni haydab tashlagan noqonuniy tarzda. Hech qanday asossiz. Anonsiga kompensatsiya boshqasini aniq qilib bermaganmi shunday? Hech narsa berilmagan. Qarang aka, biz bilmoqchi bo'lgan narsamiz hozirgi paytda ushbu joy ayni paytda kimga tegishli? Ilg'orda. Iloji bo'lsa o'zi hokim bilan ko'rishmoqchi. Ilg'orga biriktirib qo'ygan o'zi yerda. Qayerga ketganda? Ham chiqqan yig'ish bor shuni chiqdi. Viloyatdanmi? Mana bu ishga. Shuni bildirsalar, viloyatga boramiz. Ya mana o'zlaridan agar bo'lmagan shu taqal bo'ladi. Ko'rsalar bitta kimga tegishli qayerda kartalarda bitta bilaversinlar. Qarang aka. Aha, yo'q, aytmoqchi bo'lganim, baribir hokim bilan hal bo'ladi dedi-ku. Chunki bular xo'p hozir bilib berishi mumkin. Lekin masalan kompensatsiya pulini bular to'lab bera olmaydi. Yoki nimadir hal qilib bera olmaydi. Bular faqat bilib bera oladi xolos. Lekin hal qilish faqat hokim vazifasi. Hokim eski hokim 6 yildan beri ishlayapti. Hamma narsa Mayli shu o'sha bitta hokim jarayonida bo'lib o'tgan. Yaxshi biladi to'lanibdi. Oldingi murojaatlarda nima deb ana o'qigan? Javob qilishgan. Murojaat qilgansiz-ku, to'g'rimi? Men sudga berganman. Aha. Ma'muriy sudga. Qarang, bitta savol. Hokimiyatga to'g'ri murojaat qilganmiz? Albatta. Nima deb javob bergan hokimiyat? Hokimiyat hech narsa javob bermagan. Yo'q, bu javob xati beradi-yu. Klasterga o'tib ketdi, qo'limdan hech narsa kelmaydi degan hokim. Ayo. Bitta ko'rib bersinlar shunda. O'sha paytda shunaqa degan, to'g'rimi? Ha. Sabr Qanaqadir hujjat taqdim etganmi sizga klasterga o'tib ketgani bo'yicha? yo'q. Og'zaki bo'lgan. Nimada? O'sha qabulxonada klasterga o'tib ketganligi to'g'risida bironta ham qog'oz men qo'limga bermagan. Arizalarimni hammasiga javob bermagan. To'xtang, kimga tegishli ekanini tushunib ko'raylik. Ya hozir bir fermerga biriktirib qo'ygan u yerdan. Yo'q, qarang, yo'q, biriktirishning tartibi bo'ladi. Maqsad nima bo'lyapti shunda hozir? Yerni qaytarib olish bo'lyaptimi yoki mana uni unutish bo'lyaptimi? Birinchidan yerni qaytarib olish. Chunki bular nomidan o'tishga sabab yo'q-da. Nomidan olib qo'yishga sabab yo'q. Ikkinchidan yetkazilgan zararlarni qoplab berish. Ana o'qib maqsad shu bo'lyapti. Siz ilgari qaysi bo'limda ishlagansiz? Men kadastrda ishlaganman oldin. Ha. Bu yerda aka sudda ham, Familiyangiz? Meniki Isak. sudda ham katta xatosi bor bu yerda aka. Siz tushmagansiz. Chunki sud ikkita qaror chiqaryapti, qarang. Bir kunda bitta ish bo'yicha. O'sha kunda sudi bo'yicha ikkita qaror chiqargan. Birinchisi da'vo arizasi qanoatlantirilsin deb. Ikkinchisi rad etilsin deb. Ikkita qaror ham bizda bor. Bu yerda bundan shuni ko'rish mumkin. Может, qanoatlantirgan paytda kimdandir bosim bo'lib yoki nimadir qilib rad qilib yuborgan. Qaysi sud qilgan uni? O'zbekiston Respublikasi Quyi-Chirchiq tumanlararo iqtisodiy sudi. O'zimiz tumanimiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz salomatmisiz? Bular Timur akamlar, qishloq xo'jaligi hokim o'rinbosarlar. Assalomu alaykum. Taftish orqali. Ha, tanidim. Ko'rib, kuzatib boraman sizni. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Ha, shukr, sekinasta. Kelinglar, mana hozir hududda chiqib ketdik. Fermerlar bo'yicha
Keyin murojaat bo'lgan ekan deb sразу uchib keldik endi. Rahmat. Xursand bo'ldik. Shunaqa ochiq kutib olganlardan. Bo'lar ekan davlat xodimlari shunaqa ochiq kutib olishdi. Albatta. Biz xursand bo'lamiz. Havo aka fuqaroni murojaatga keldik. Hozir bularga ham tushuntirib turaylik. Xullas hokim qarori ham bor. Bular tenderda joy o'tib olgan. Hokim qarori bor. Va bular 2018-yili yana narsa ekkan. Ya'ni uzumchilik va bog'dorchilik uchun ajratilganda, uzum ekkan. Xo'p, 2019-yil kuzda boryapti-da, hokimiyatdan odamlar borib turib, asos ko'rsatmayapti. Просто klasterga o'tib ketdi bu joy deyapti, xolos. Nima asosda o'tdi? Nimaga bularning qaror bekor qilindi? Qaror bekor qilish kerak, o'tqizish shuni. Nimaga bekor qilindi? Etilmayapti. Qarang, hamma narsasi barbod qilinyapti. Mana rasmlar ustiga mana bu narsani ekkan bo'lgan. Mana ekilgani, bu barbod qilayotgan. Keyin xullas bu yerda hozirdan so'ramoqchi bo'lgan narsamiz, bu joy ayni damda kimga tegishli? Tushunarli. Hozir bir boshdan tushuntiraman. Bu akani ishi bilan biroz shug'ullanganmiz. Sababi sizdan ham oldin o'rtada sudlashgan. To'g'rimi aka? Qaysi yil fermer xo'jaligingiz nomi bir eslaganday bo'ldim. Akmal Meva. Galabator tomondagimi? Akmal Meva, Galabator tomondaydi, adashmasam. Bularga o'rtada qarorni mumkinmi shunday ko'rsam? Yo'q, qo'ydi. Mana bormi? Tak. Qanday qo'ygan uchastkasini fermer xo'jaligini tashkil etish to'g'risida. 14 gektarlik yer. 13.05-sonli qaror bilan zaxira qaytarilganmi? Bulardagi tekshirib ko'rdingmi? Endi ko'ryapman. Hozir shuni tekshirib beraman. Bizlarning o'qish elektronlik qarorlarda fermer xo'jaliklarida nimasi bor? Temur. 13.05 javob bersin avval so'ttiring. Hozir shoshmaytinglar, bir muddat topib ko'rsataman. Nimaga asosan olingan, nimaga asosan zaxiraga olingan hammasini ko'rsatib beramiz. Sud qarorini taqdim qildimmi yo'qmi sizga? Aka, bizda bu sudga ham boramiz. Hali sudlarga xat kiritganmiz, intervyu tashkil qilish bo'yicha. Qarang, sudda ikkita qarori bor. Aynan o'sha sud bitta sudda ikki xil qaror chiqargan. Ya'ni bittasida qanoatlantirilsin deb, ikkinchisida rad etilsin deb. Tushunarli. Bizni savol qilyapti. Bular demak qanoatlantirib turgan paytda kimdirdan bosim bo'lganmi yo nimadir bo'lganmi, rad etib olgan. Yo'q, aka, mana qaror turibdi-da. Tushunasizmi? O'zidan o'zi bunaqa bo'lmaydi-da. Ulug'bek hududi deydi-da. 8-qarorga tutqansizlar. 8-sonli qaror. Bu o'zlari zaxira G'alla paxta yo'nalishiga. Bo'ldi. 8-sonli qaror. 8-sonli qaror bu o'zi qaytarganlarni ro'yxatiga bitta qaror chiqarilgan o'sha paytda. 74-sonli qaror. Vazn mahkamasi qarori chiqdi o'shanda bo'ldi. Paxta g'alla yo'nalishi. Bo'ldi. Hozir ko'rsatib beraman. 13.05 bu 13.05 bu sessiya qaroriga asosan olinganlar. 8-sonli qaror bu o'zi xohishi bilan topshirganlar ekan. To'g'rimi? 8-sonli qaror topib berdi. klasterga o'tib ketdi deb 8-qaror bilan o'tkazgansizlar. Aslida 13.05 bilan o'tish kerak edi. Yo'q, u ikkita qaror chiqqanda zaxira qaytarishdi. Ya'ni qanaqa? Bilaman. O'z xohishi bilan topshirganlar ham bor. Bog'dorchilik, sabzavotchilik, chorvachilik hammasi 13.05 bilan o'tish kerak aslida. Yo'q, unaqa o'tish kerakni o'zi yo'q, sababi Sizlar kengashli qaroriga manikini tiqib turib, klasterga o'tkazgansizlar. Kimlar shunda? Sizlar deganda. Hokimiyat xodimlari, endi hokimiyat xodimlari. Sudda qatnashdingiz-ku mana shu. Sudda qatnashganman, lekin sizni yeringizni men olmaganman, to'g'rimi? Iya. O'zingiz xohishingiz bilan topshirgansiz-ku, to'g'rimi? Hech qachon. Qani? Isbot. Men ariza yozmaganman. Hozir men zaxiraga qaytarilganlik to'g'risida qaror bor, o'shani sizga topyapman. Siz birdaniga kelib qolganlaringizni hozir men topolmay qolyapman. Bo'ldi, qidiring. 91 sonli qaror tumanniki va Ajratish bo'yicha. buni ichidan bormasmi 91? Ulug'bekda ochmading? Qara. Mana bu. Olti 47 83 84 ekan.
Bu klasterga yer ajratish qarori. Bu yer ajratish qarorini topdik. 91 sonli qaror bilan o'tgan ekan, to'g'rimi? Endi 13.05 ta ichida yer ajratish qarori to'g'rimi sizniki? 604 sonli. Ijara shartnomangiz bormi? Mana o'sha yo'q. Ha, Ataylab ijara berilmagan. shartnomangiz Masalani siz ko'targansiz. Mana endi eslatayin. Eslatib oling. Ijara shartnomasi yo'q. Ha, yer ijara shartnomasi yo'q sizda. Ha, Davlat ro'yxatida o'tkazganlik to'g'risida ko'chirma ham yo'q. Bor. Kadastrda. lekin siz sudda davlat ro'yxatidan o'tmagansan deb sudga Ya kiritgansiz. sizda bormi hozir? Keling aka, bor Bor. narsa haqida gaplashamiz. Sud Bor. haqida keyin Bormi? gaplashamiz. Bor. Sud mayli, shu o'sha bor bo'lsa bitta ko'rsatinglar, shunga qarab inini yozilgan bo'ladi, men topib beraman. Просто sizda Bu yerda o'sha hujjatlaringiz yo'q. Bu yerda Ha, hujjatlaringiz yo'q. siz o'zingizni bergan hujjatlaringizni bersangiz, men shunga qarab turib kompyuterdan topib beraman. Bu yerda yo'q. 1-2 yil vaqt o'tgan bo'lishi mumkin. Eslamayotgan bo'lsa, sizni tanib turibman, lekin sudlashganimizni ham bilaman. Lekin imunda sud jarayonida bu aytgansiz, degansiz deyapsiz. Endi o'zimizni hokimiyatda hammani o'zining pozitsiyasini himoya qilish bo'yicha sudda qatnashganmiz. Agar men bu yerda noto'g'ri gapirgan bo'lsam yoki yolg'on qanaqadir hujjatlar taqdim qilgan bo'lsam, o'sha yerda men o'zim javob beraman. Agar javob bergan bo'lardim men. Shuning uchun hozir siz menga so'ragan hujjatlaringizni bersiz, shu hujjatlarga qarab topib olaman. Endi Hozir olib sizda keladi. olib kelsa bo'ldi. Shu yer ajratish qarori bor, ijara shartnomasi, davlat ro'yxatida o'tganligini to'g'risa ko'chirma beradi, kadastr beradi uni. Xuddi shu hujjatni nazarda tutyapman. Sen pastga tushganda yuristdan Akmal Mevani delosini olib chiqqanda. Akmal Meva. Ha, Akmal Meva. O'shanda o'zida hujjatlar bor yuristda. Delosini olib chiqqanda shunga qarab nima bo'lganligini ko'rsatamiz. Xo'pmi? Mana to'g'ri. Bu yuridik shaxslarni davlat ro'yxatiga o'tkazganlik to'g'risida guvohnoma. Bunda ya'ni hozirgi paytda yagona darcha bo'lgan, oldin registratura bo'lgan pastda sizni fermer xo'jaligingizni tashkil etish bo'yicha guvohnoma. Buni mana shu yuridik shaxslarni davlat ro'yxatiga o'tkazish to'g'risida guvohnoma degan Akmal. Men aytayotganim davlat ro'yxatidan yer uchastkangizni davlat ro'yxatiga o'tganmi yo'qmi o'shani nazarda tutyapman. Men sizni tushundim. Inini so'raganingiz uchun ana shu yerda yozilgan inini. Ini esa mana 305. Men aytayotganim ko'chirmada unikalka raqam beriladi. Bitta sizga namuna qilib ko'rsataydi. Menga ko'rsatish shart emas, Temur. Yo endi hozir ochiqlik bo'layotganda ko'rsatib bermoqchiman-da. Masala shundaki, siz aytmoqchi bo'lgan boyagi nima kadastr qilib beradi deb shartnoma bo'lmasa o'shani qilmaydi, to'g'rimi? Ijara shartnomasi bo'lmasa shuni qilmaydi deb o'tadi. Shartnoma nima uchun berilmagan? Bilmadim, buni murojaat qilish kerak ijara shartnomasini qilish bo'yicha. Sizni yeringiz agar zaxiraga qaytarilgan bo'lsa, shartnoma qilib bermaydi. Samasa bo'yida. Chunki yeringizni To'xtang. Shartnoma qachon tuziladi? Shartnoma yer ajratish qarori qabul qilingandan keyin siz ijara shartnomani tuzish bo'yicha murojaat qilasiz. Qaror aprelda bo'lgan. Endi yerni 19-yili kuzda haydab tashlayapti-da, qarang, ko'chatlarni. Nima uchun shu paytgacha o'sha shartnoma qilinmadi misol uchun? Shartnoma olish uchun so'raganmisiz? Siz shartnomani tuzish bo'yicha murojaat qilganmisiz o'zingiz? Ha, albatta, ana endi o'zingiz keldingiz. Abdullayev Xonsoy aytadi. Xonsoy aytadi? Ha, Kadastrdan-da. o'sha olib borgan kadastrdan. Hozir ijara shartnomasini agar siz bundayda yer kodeksida 31-moddasida ham yozgan yer uchastkasini qaror chiqqan bo'lsa ham davlat ro'yxatidan o'tkazilmagan bo'lsa haqiqiy egasi hisoblanmaydi-da. Hozir Xo'p, o'sha nima uchun degan savol turibdi-da. uni savol menga emas-da, chunki Qarang aka, mana uni bunaqa. o'zini tuzadigan odamlari bor, uni o'zini davlat ro'yxatiga o'tkazadigan tashkilotlari bor. Keling, mana savolim bor edi. Hozir bunaqasini Hokim qarori mana bu. Qarang. ko'rdim uni. Kadastrda aka. Mana yerda o'qingda. Agar xodimlarni ayvonda Tepani ko'rib o'qing. bilamiz yoki ko'p holatlarda bilamiz. Masalan, To'g'ri aytyapsiz. o'zim ham necha marta guvohi bo'lganman bu sohaga kirishdan oldin. Masalan, o'zimizda ham anaqa bo'lgan. Borsiz, xullas sizni bir tenga olishmaydi. To'g'ri. Qilib berishmaydi ko'p holatlarda. Ertaga boshqa ish keladi o'rniga. Boshqa ish keladi, u ketadi ishdan. Yo'q, bularni ko'pchilikda o'sha paytda yer ajratish qarorlari bo'lsa, ijara shartnomalari borlari bor. Bularniki nima uchun yo'qligini hayron qolyapman. Nima bo'ldi, bechigit so'radingmi?
Endi mana bu yerda mana Ha, qarang. shu Men yerda sizga deyapsan? o'qib beray. Qarorda orqasidagi ilovalarni. Tuman yer tuzish va ko'chmas mulk kadastri davlat korxonasi rahbari Isroilovga yer uchastkasiga bo'lgan huquqi davlat ro'yxatiga olinganligi to'g'risida guvohnoma berish. Guvohnoma bor. ularga yuklatilgan. Tuman, to'xtang. Tuman davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i Kabirovga yangi tashkil etilgan fermer xo'jaligini ro'yxatga olish, ana siz aytayotgan gapingiz bu. Yangi tashkil etilgan fermer xo'jaligi rahbari Jumaboyev Ikromiddin tijorat banklari hisob raqamini ochish. Raqam bor. Ochganmiz hammasini. Faqat shartnoma berilmagan. Ataylab o'zi qarorni men yaxshilab nima qilib beraman, tasvirlab beraman-da. Bu yerda qarang, siz aytayotganingiz yer resurslari ko'chmas mulk davlat kadastrini vazifasini guvohnomani bu bor emas. Bu guvohnoma sizni tadbirkorligingiz ro'yxatga o'tkazilgan to'g'risida mana shu kameraga ko'rsatib qo'ying. Turibman. Agar buni men sizga nazarda tutayotgan hujjat yer uchastkasini davlat ro'yxatiga o'tkazganlik to'g'risida ko'chirma. Buni davlat kadastri beradi. Davlat kadastrining belgilangan to'lovlari bor. Bitta hujjatda siz shartnoma qilib, to'lovlar ham shartnoma asosida bo'ladi. Siz bergan hujjatga qarab, arizangizga qarab siz pul undiradi. 600 mingmi, 1 millionmi qancha ham o'sha paytda bo'lgan. Men o'zim bilganim bo'yicha. Siz pul to'laganingizdan keyin buni davlat ro'yxatiga o'tkazib beradi hujjatlaringizni. Men siz uni aybini ochishdaman, просто siz o'qib berayotganini tushuntiryapman. Kabirov degani bu soliq inspeksiyasi etilgan fermer xo'jaligini ro'yxatga olish bo'yicha sizni mana bu davlat korxonangiz qaroringiz bo'lmasa korxona ochishga haqqi bor-da. Bu odam boradi, pastga tushib yoki yagondarcha akir men bitta MTJ ochmoqchiman korxona desa, qanaqa yo'nalishda, qishloq xo'jaligi yo'nalishida bo'l deydi, 15 minutda 600 ming 700 ming pulni to'laydi kassaga ochib beradi. Bu ham xuddi shunga o'xshagan guvohnoma. Bu ham xuddi shu. Fermer xo'jaligini, mana bu fermer xo'jaligini bu yerga yozib qo'ygan. Oldingi eski Mirqosim Agrofaiz loyihasi bo'lgan ekan, tender bo'lgan ekan, qarorda mana shu bilishim bo'yicha. Undan keyin fuqaroga ajratgan buni. Fuqaroga, ya'ni kim? Jumaboyev Ikromiddin. Bu siza Ikrom aka. Jumaboyev Ikromiddin aka, siz buni qarorni qo'lingizga olib bo'lganingizdan keyin yagona darchaga borasiz. Yagona darchaga borganingizdan keyin fermer xo'jaligini ochasiz, inini beradi, uni olib bo'lganingizdan keyin qo'lingizga pechat beradi. Ya'ni o'zingiz borib pechat olasiz. Libo bir nimaga bersangiz, pechat ochib beradi. O'sha muhrni olib bo'lganingizdan keyin siz muhr o'sha yuridik shaxs hisoblanasiz bundan buyoq. Yuridik shaxs bo'lganingizdan keyin siz to'g'ridan-to'g'ri kadastrga borasiz, ariza yozasiz. Mana yuridik shaxs bo'lib ochildim. Hisob raqamim bankdan bor, mana shunaqa hisob raqam ochib keldim. Endi menga ijara shartnomani tuzib berishingizni so'rayman deb beradi. Kadastrdagilar ijara shartnomani rasmiylashtiradi. Mana o'sha muhrlarim. Ha, muhr olgansiz. Muhrda men Keling, aka gap. Xo'p, tushundim. Aka, qarang, men savol beraman, maylimi? Ozgina aylanib qolyapti-da o'shaning uchun. Xo'p. Shuni nima qiling? Keyin hozir tartibini tushuntirib bering. Muhrda bo'lganingizdan keyin siz ariza bilan murojaat qilasiz. Kadastrlar to'g'risida qonunni 13-moddasidami bor-da, 13-moddasida yuridik yo jismoniy shaxs davlat ro'yxati bo'yicha siz murojaat qilishingiz kerak. Qaror. Murojaat qilib bo'lganingizdan keyin siz belgilangan to'lovlarni to'laysiz. To'lab bo'lganingizdan keyin siz davlat ro'yxatiga o'tkazib beradi. Undan oldin ijara shartnoma rasmiylashtiriladi. Kim rasmiylashtiradi o'shani? Kadastr bilan o'sha. Ha, siz bor murojaat qilgan bo'lsangiz, mutasaddi odamlar bo'lish kerak edi. To'g'ri. Ana shunda yerga qarab mana bunday o'tiravergan. 4 marta og'zaki holatda men murojaat qilganman. O'sha to'g'ri og'zaki hujjatda ham og'zakini ham qattandir ro'yxatga o'tkazadi-da. Bu singlimiz ham biladi. Og'zakini ham boyagi yozma ravishda murojaatda ro'yxatga o'tkazadi. Ko'pchilikda qanaqa holat bo'lgan? Mana misol kadastrda hozir ochiq tushuntirib beraman. Balans yuritiladi. Ya'ni yer uchastkasining balansi. Balans deganda mana shu bir 30 ming gektar yer bo'lsa, 30 ming gektarda deylik bir 400 ta, 500 ta korxonaning balansi bor. Ya'ni shu kimligini. Orada 5 ta 6 tasini qaror qo'liga chiqazib fuqaroga berib yuboriladi-da, fuqaro uyida yillab qarorni olib o'tiraveradi. Yillab olib o'tiraveradi qarorni. Qarorni yillab olib o'tiravergandan keyin bu kadastrga bormaydi-da bu. Borgandan keyin kadastrda ro'yxatga o'tgandan keyin Inola degan dastur bor. O'sha dasturda bu Google syomkadan olinadi-da, kartasi bundoq chizilgandan keyin o'sha ro'yxatda o'tgan hisoblanadi. Tartibidan xabarim bor. Keling, men savol bera qolaman undan ko'ra.
Birinchidan bu yerda shu hokim qarorida ham shu xodimlarga yuklatilgan bu ishni qilish mana yoqib yozib qo'ygan mana shu Isroilovga u kadastrda ishlarkan ular. Keyin bitta soliq inspeksiyasi boshlig'i Kabirovga, xullas shu xodimlarga yuklatilgan bu ishlarni qilish. Keyin bitta narsa aka, bular aytayapti, men bordim, og'zaki murojaat qildim deyapti. Bu narsani siz, men bilamiz. Ya'ni ro'yxatga olish kerakligini. Lekin oddiy fuqaro bilmaydi. Ya'ni bu murojaatini aytyapti-yu, og'zaki murojaat qilish borligini biladi. Emas, yuridik shaxs hisoblanadi o'sha bu. Yuridik shaxs buni o'zingizda buxgalteriyangiz bo'lishi kerak, hisob raqamlaringiz ochilgan bu yuridik shaxs, qo'lingizda ishchilar bo'lishi kerak. Oddiy misolda bu akani qonunni bilmaslik bu javobgarlikdan ozod qilinmaydi. Qarang aka. Bu narsani biz hammamiz yodlab mana bu olamiz. qarorga yuklangan masalasi izoh keltirib o'tsam, qarang. Qarorda kadastrga, u yoqqa suv xo'jaligiga, bunga yuklatadi. Lekin bu nima uchun yuklatadi? Bu akalar fuqaro qarorni ko'tarib borgandan keyin, arizaga murojaat qilgandan keyin. Chunki ko'pchiligi keltirilgan xizmatiga to'lovlarini undirish uchun o'rtada shartnoma tuzish kerak, murojaati bo'lishi kerak. Xuddi shuning uchun bu mana shu narsani murojaat qilsang, davlat ro'yxatga o'tkazib beradi yoki ijara shartnomasini rasmiylashtirib beradi degan ma'noda tagida qarorda anaqasida bandida bo'ladi bu narsa. Bitta narsani aytdingiz, hozir qonun bilmaslik javobgarlikdan ozod qilmaydi. Men bu narsani ko'p joyda aytaman-da. To'g'ri. Biz uning uchun bular o'rganish uchun, ya'ni fuqarolar o'rganish uchun targ'ib qilishimiz kerak. Ya'ni qaysi ma'noda buni hammamiz bilamiz, aka. Masalan, o'zimiz ham masalan birdan bilimli bo'lib qolmaganmiz, birdan o'qimishli bo'lib qolmaganmiz, birdan bilib qolmaganmiz. Oddiy odamlarga kerak emas hamda bu narsa. Ya'ni hokimiyatga borib turib, uni o'rganish, ya'ni nima qanday tartibda ariza yozish yoki nimadirlar kerak emas. Biladi, bo'ldi, borib murojaat qilsak hal qilib beradigan narsa bor. Shuning uchun kelgan payt og'zaki murojaat qiladi, keyin so'rab o'tirmaydi. Siz meni murojaatimni qabul qil, anaqa yozib oldingizmi? Qayerga yozib oldingiz so'rab o'tirmaydi. To'g'ri. Bu u xodimga ishonadi u. Hozir bular ham aytyapti, men og'zaki murojaat qildim deyapti. Og'zaki murojaat qildim, ular qabul qilmadi deyapti. Bitta yaxshi yo'li bor uni. Hozir to'g'risi siz ham, biz ham, bu aka ham o'rtadagi mana shu tafovutni, o'rtadagi muammoni yechishimiz uchun hamma yerda qaytarib olish istagidasiz, to'g'rimi? Qarang, ham yerda qaytarib olish birinchidan, ikkinchidan yetkazilgan zararni qoplatish. Bo'ladi. Ikkita masala bo'yicha ham siz murojaat qilsangiz ham, men akam murojaat qilsa ham, bo'ldi, murojaat yuzasidan sizga qoplab beramiz deb turib, hech kim borib turib murojaatingizni qoplab bermaydi o'z asossiz. Eng yaxshi varianti buni sudga murojaat qilsin qaytadan. Hamma narsaning yechimi sud. Hamma kerakli hujjatlarini bersa, hokimiyatni beradi endi. Boshqa kimga berasiz, to'g'rimi? Aka, sudga murojaat qiladi. Men o'shancha prosta aytdim, boya hozir kimga tegishli? O'sha savollarga javob beringlar. Ya'ni hozirgi paytda u joy kimga tegishli? Qaysi qaror asosida bilan joy bekor qilindi, zaxiraga qaytarildi? Buni qarorini 91-sonli qarorga asosan TST agro klasterga ajratib berilgan dastlab. Hozirgi kunda xuddi shu nazarda tutayotgan yer maydon Global Tax MCJ, ya'ni TST agro klaster bankrotlik bo'lgandan keyin Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosan bularga TST agro klasterdan Global Tax ga ikkilamchi emas, mana bu to'g'ridan to'g'ri 30 yillik shartnoma asosida Global Tax o'tib ketdi. Hozirgi kunda Global Tax MCJ foydalanyapti bulardan. Paxta g'allachilik yo'nalishi. Bulardan nima asosida zaxiraga o'tkazilgan? O'shani ham bilib bersangiz. 8-sonli qarorda buni o'zlari aytib turibdi. Topolmadingiz-ku? Yo'q, 8-sonli qaror bor mana menda. Sizga chiqazib qo'lingizga men o'zida ham bor menimcha. Chiqazib bera qoling. Bor, chiqazib beraman. O'zida bor ekan u. Sizga ham chiqazib beraman. Chiqazib bera qoling. Hozir. Demak, 8-qarorga asosan bulan joyi bekor qilingan. Bitta o'qiy shu nima asosdaligini. Hozir mana shu как раз mana sudda hujjatlari bor. O'shani hozir bir shunda o'qib olsam 1 minutga nimaga asosan nima qilingan, ajratilgan yoki zaxira qaytarilganligini aytaman hozir 1 minutda. 8-qaror yana bir bor aytaman. Bu umumiy qaror. Bu paxta g'alla bo'yichadagi fermerlarni o'z ixtiyori bilan topshirilishiga chiqarilgan qaror. O'z ixtiyori bilan, o'z ixtiyori bilan topshirmagan yerni. O'zingiz boya o'zingiz bilan aytib o'tiribsiz. Bitta o'qiylik yoki topib bersam o'sha 8-qarorda o'qiylik. Bu yerda o'sha klasterga o'tkazilishda juda shoshilinch bo'lgan. Shoshgan o'rdak ham boshi bilan ham dumi bilan sho'ng'iydi deb bular hujjatlarda shunaqa qilib yuborgan. Mana misol uchun 13.05 hujjati
klaster tashkil topilib, bo'lib, hamma yerlar o'tgandan keyin qaror chiqqan. Bilasizmi? Endi dekabr 17-yili men ariza yozib tenderga kiritgan yerni, o'sha hozirgi yerni bular aprelda 15-ida tender o'tkazdi. Sabab yo'q. Xo'p, aka qarang. Yo'q, bu yerda juda ham katta haligi nima turibdi-da. Mana misol uchun aprelda 15gacha ko'chatlar o'ladi. Bilasizmi? Nima uchun o'sha paytda buni shunchalik cho'zishga majbur bo'lgan bular? Men zir yugurib, oxiri tortib olganman tenderda. O'shanda bo'limda ishlar edi bu yigit. Endi ishga kelgan payti edi. Sizni joyingizni zaxiraga qaytarish uchun asos kerak-da. O'sha asos topib bersin bo'ldi. Masala shundayki, o'sha asos qilib 8-qarorni kirityapti bular. Yo'q, qarang, 8-qarorda aytib 8-qarorda o'z ixtiyori bilan degan. Asli ixtiyoringiz bilan topshirishni olishga haqqi yo'q edi, tushunyapsizmi? To'g'ri. Lekin bular o'sha ro'kach qilib sudda yutib chiqqan mani. Nimaga sud? Qalbaki hujjatlar bilan. Ya unaqa deb aytmang. Aslida qalbaki hujjatlarni tekshirib oladigan o'zini ekspertizasi bor. Har xil misol uchun tuhmat bor bu yerda, unaqa deb aytmang. Sababi sessiya qarori qat'iy edi, bu yigit topib qo'yilganda. Sababi bu qalbaki hujjatda javobgarligi yaxshi emas-da. Singlimizdan biladi. Shuning uchun qalbaki hujjat bo'lmasa, bitta ish bo'yicha ikkita qaror chiqadimi? Qaysini aytyapsiz hozir? Bitta hujjat bo'yicha ikkita qaror. Siz o'zingiz mana shu sudda qarorimi? Sudda, ha. Murojaat qiling, mana shu imminda sizga nisbatan nohaqlik bo'layotgan bo'lsa, sudga qayta murojaat qiling. O'sha aka qarang, hozir u suddagi voqeani bitta gaplashib o'tirishimiz kerak emas, tushunasiz? Men sudda hal bo'ladi. Men aytmoqchi bo'lganim bilan so'ramoqchi bo'lgan narsam, qaysi qaror asosida siz ekan bekor qildi. Nimaga asosida olingan bo'ldi, o'shani so'rayapti singlimiz. O'sha narsa kerak bo'ldi. Bu yerda katta ashibga suddiki. Bu sudga aloqada borlar. Sudda chiqsiz xodimlar o'zining harakatidan javob ber. Tak. Singlim, ismingiz nima edi? Marjona. Marjona singlim, mana bu qarorning o'zi 13.05, 8-son qaror emas, 13.05. Bu qarorni asosiy qismi, bu ilova qismi. Ilovani endi birinchisini ham mana bu tasdiqlangan qism bor-da, bu ko'p, где-то 118 barobar bo'lgani uchun tegishli tasdiqlangan qismdan jo'natib chiqarib beraman-da, keyin tagi buni. Qolgan boshqa firmalarga ham shart emas, hududlar. Mana. Buni mana shu ustiga qo'yamiz-da, buni tagida Jumaboyev Ikromiddin bor mana. Jumaboyev Ikromiddinni yer maydoni zaxiraga qaytarildi degan savol tug'iladi. Nega Akmal meva emas degan savol tug'iladi bu yerda. Bu fermer xo'jaligi nomi Akmal meva-ku degan savol tug'iladi. O'shanga bunga savolga javob, chunki bu sudda ham xuddi shu savollar qo'yilganda. Qarang, Jumaboyev Ikromiddinni qaror bo'yicha qolib ketgan. Va bekorga aytmadimda, bularni borib tegishli tartibda murojaat qilib, ijara shartnomasini tuzib, davlat ro'yxati o'tkazib olgandan keyingina bu hujjati haqiqiy hisoblanadi. Yer kodeksining 31-moddasida yozib qo'yilgan. Xuddi shu bo'yicha mana shu qaror bo'ladigan bo'lsa, mana shu qaror bo'yicha keyin zaxiraga qaytarib olingan bu. Keyin bu Men bu qaror asosida. Ha. Bu 13.05 qarori asosida zaxiraga qaytarib olingan. Bunga undan oldin sessiyaning qarori chiqqan. Ya'ni xalq deputatlar kengashining sessiya qarori bor. O'zida o'qib chiqing. Tepasida yozib qo'ygan. Vazirlar Mahkamasining 974 son qaror chiqqanda, o'sha qarorga asosan, buni ham sizga beradi. Qarorga asosan bular yer maydoni zaxiraga qaytarilgan. Vazirlar Mahkamasining qarori ham bor-a? Ha, 974. Ochiq tekstda ham turibdi. O'shandan bitta nusxa bering deydi. Qarang, shunda nafaqat bularning joyi,
avtomatiski shartnoma qilgandan keyin bekor bo'lib ketgan, to'g'rimi? Yo'q. Ketgani mana bu yerda qarang. Qarang, bu yerda qaror bitta bo'lib chiqqanda har xil toifadagi yerdan foydalanuvchilar bor. Bittasini ijara shartnomasi bor, bittasini ijara shartnomasi yo'q, bittasi boyagidek shartnoma qilgan-u davlat ro'yxatida o'tkazmay qolib ketgan bo'lishi mumkin. Bu akaniki ijara shartnomasida tuzmagan, davlat ro'yxatidan o'tkazmagan, bitta qaror bilan qolgan. Lekin bu yer maydonini nima sababdan zaxiraga qaytarilgan, nima qilgan bizga to'g'risi qorong'u. Bu payt biz 2019 ishlamaganmiz. O'shani toping yoki? Qaysini? O'sha nima asosida? Yo'q. Qarang, asos yozadi-da, qarang, zaxiraga qaytarish paytida asos yozadi. Men bu asosga asosan, masalan, bajarmadi yoki ish qilmadi, yer quruq yotibdi deb turib asos beradi. Buni bular bizni sudga bergan taqdirda, sudga bersa yana qaytadan imенно mana shu aytgan hujjatlarni taqdim qilamiz sudga. Bu aka bilan misol sudlashyapmizmi hozir? Hozir siz qaytadan mana shu hujjatlarni sudga bersangiz, nimaga asosan qilingan hamma hujjatlarini taqdim qilishimiz mumkin. Yig'ibdi, misol bu yerda har xil tashkilotlar bor. Rapo deysizmi? Keling, men og'zaki murojaat qoldiraman-da. Shu bo'yicha nima asosida, nimani asosib topib zaxiraga qaytargan? Bo'ldi. O'shani xatiga mana shu og'zaki murojaatiga rasmiy ravishda javob qaytaramiz. Bilasiz, ommaviy axborot vositasi to'g'risidagi qonun 35 birinchi moddasiga asosan 7 kun ichida javob qaytarishlik kerak. Masala yo'q. Yuridik manzilga tashlab kelsangiz pochta orqali jo'natamiz. Albatta bo'ladi. Bijiga topib qolasan. Bor hujjatlar shu Marjonaxon. Bizlarda nima? Qarang, aka, lekin bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. Siz hozir aytasiz, ba'zi birlarniki qolgan yeri shundoq, ba'zi birlarniki masalan bularga o'xshaganlarga olingan. Zaxiraga qaytarilgan deyapsiz. Lekin bu yerda hokim qarorida yozib qo'ygan. Xullas gektar yerlarni yozganda, qishloq xo'jaligida foydalanilmaydigan yer maydonlari tuman zaxirasiga qaytarib olinsin. Foydalanilmaydigan degan. Qarang, singlim. Maylimi? Ko'rsataman sizga. Ko'rsating. Qarang. Jami 24,000 gektar yer bor. Misolda, o'sha 24,000 gektarni deylik, mana bu akani yaxshi tushunadi, qishloq xo'jaligi ishlagan. Mana shu 24,000 gektar yer bo'ladigan bo'lsa, mana shu 24,000 gektarni yeri mana shuna hisoblaydigan bo'lsak, konturlarga bo'linadi. Masalan, to'rtburchak bo'lib, Uni tushundim, xo'p. O'sha bo'lingandan keyin jami yer 24,000 bo'lgandan keyin yo'l bor, ariq bor, zovur bor, boyagi qishloq xo'jaligi foydalanmaydigan burchak yerlar qoladi, boshqa bo'ladimi, lekin bitta konturning ichiga kiradi. Xo'p. Konturning ichiga kiradi, 24,000 bo'ladigan bo'lsa, shundan foydalanilgani, ya'ni 20,000 gektar deb beryapti misol uchun. Foydalanilgan. Qolgan 4,000 gektari qishloq xo'jaligi foydalanmaydigan yo'l, aliq, zovur o'shalarga kirib ketadi-da. Buni yer balanschilar yaxshi tushunadi. Men sizga ham shunga ichiga kirgizib tushuntirib berishga harakat qilyapman. Buni hech qanaqa aloqasi yo'q. Misol uchun qarorda yozib qo'ygan. Akani qarorida ham o'qisangiz, gektarni yozgani qarang. O'qing-da. Hop, mana shu qaror, shu qaror. Tushunmadi? Ha, bo'ldi. 14 ham shunaqa. Ko'rdingizmi? Nima uchun 2 gektar yozib tashlagan? Yo'q, tushundim. Aka, siz masalani tushunib bering qaror. Mana qarang aka, men aytmoqchi bo'lganim, bu yerda yozib qo'yilgan. Bilasiz, mayli yerlarni yozganda gektar yer qishloq xo'jaligida foydalanilmaydigan yer maydonlari tuman zaxirasiga qaytarib olinsin. Foydalanilmaydigan degan. Shunda men savol qilayotgan joyi yoki, men o'zlari qarorda ham yozib qo'yganda, mayli men yana sessiya bo'lgan, chunki sessiyada ham menimcha foydalanilmaydigan yer degan. Shuning uchun qarorda ham foydalanilmaydigan yer deb beryapti. Shuning uchun men bermoqchi bo'lgan savolim, foydalanilmaydigan yer. Bular qayta-qayta o'shancha men rasmlarni olgan. Xuddiki bularni yerdan olishdan maqsad, masalan, hozir bu yerda kadastr bo'lmagan demayapti. Tushunyapsizmi? Olishidan maqsad. Kadastr bo'lmagan yoki ijara shartnomasi qilmagan asos qilmayapti. Foydalanilmaydigan degan. Lekin bu yerda mana rasmlarda asos turibdiki, bular menimcha o'ziga to'g'ri olgan bo'lishi mumkin. Bilmaymiz, o'pat kim ishlagan, nima qilgan. Foydalanganini ko'rsatib turibdi. Ya'ni uzum ekkan. Bu siz qarorda menga ko'rsatib olsiz, qarorda ham lekin foydalanilmaydigan yer degan. Tuman zaxirasiga qaytarilib, men bu qaror bo'yicha, ya'ni klasterlarga berilsin degan. Qarorda men sizga harakat qilib tushuntirishga harakat qilyapman. Endi to'g'risi video zapis qilyapsiz. Bu joyda ishlayotgan odamlar, mana bu kadastrda ishlagan yoki bo'lmasa qishloq xo'jaligi bo'yicha sohasida ishlaydiganlar
Bu akam tushunib turibdi nima haqida gap ketayotganini. Buni sizga akani aloqasi yo'q bu qarorga. Bu umumiy olib ketyapti. Hamma yer umumiy olib ketyapti. Aka, o'shancha men tushunyapman. Mana qarang, yerlarni qaror. Shunda nima demoqchisiz? Foydalanmaydigan yerda olib qo'yapti demoqchimisiz? Qaror bo'yicha. Yo'q, olish kerak deyapman. Aslida qaror bo'yicha foydalanmaydigan yerlarni olib klasterlarga berish kerak. Agar bu yerda noto'g'ri talqin qilinayotgan bo'lsa, 5-grafani o'qing orqadagi. To'xtang, yoki savolimga javob oling, qo'shmay turing. Ishlang qaroringizni. O'qib chiqqan. Men qarorda aytayman, tushunyapsizmi? Qarang, yana sizga tushuntiryapman. Bu qarorni, bu yerni balans qarori bu. Yerni balans degani mana shu 20 ming yoki 24 ming gektar yer olinayotgan bo'lsa, jami общий umumiysi. Mana bu Excel bor-ku. Siz tushunmayapsiz meni. Yo'q, men qarang, men siz gapingizni tushundim. Siz aytmoqchisiz, mana masalan ko'chalar bor, foydalanmaydigan yoki u bu deyapsiz. Ha, o'shalar balans kirib ketganda bu yerga. Buni misol qarangda, oddiy misol tushuntiradigan bo'lsam, ariq, zovur ko'chalarda ham balans kimlarda turish kerak-ku? Fermer xo'jaligida turadi bu. Oldindan fermer xo'jaligida bo'lgan bu balansi ham. Sababi ertaga ariqni tozalaydi bu, yo'lidan foydalanadi bu. Bu yerga ariq zovurlarining solig'ini to'lamaydi. Faqatgina sug'oriladigan yerga foydalangan uchun solig'ini to'laydi. Nima uchun bularni ajratib qo'ygan sababi ertaga bular balansda turadigan bo'lsa, o'sha joyni obod qilish uchun, boyagi dala madaniyatga rioya qilish uchun mana shu yerlarni общий biriktirib beriladi yer maydonini. Bu oldindan bu. Oddiy misollarni o'zingiz himoya qilib kelgan mujohidiz bu Ikrom akani ham qarorni o'qib ko'rdim. Aka, uni tushundim men. Aytayman, masalan, mana yer yozilgan, lekin unda menimcha yerga, ya'ni 12 gektarga ham, xolos o'sha yerga narsa ekib bo'ladi. Qolgan joyi shu ariq-pariq nimadir dedingiz. Xolos shunaqa bo'lishi. Bu e'tibor qaratadigan narsa emas u. Bir surishtirib ko'ring, boshqa siz o'zingiz tushunadigan odamlardan. Balki men tushuntira olmayotgandim. Men aka tushunganimcha men sizga tushuntiryapman. Mana bular yerda men qarorda ham yozib qo'ygan deyapman. Qarorda yozib qo'ygan, mana 14 gektar yer ajratilgani bilan buni 12 gektarga narsa eka oladi. Ha, shunaqa. Bu narsani tushundimmi? Aka, men hokim qarorini, so'zini sizga aytayman. Nimaga? Bo'lmasa, bu bekordan bekor aytmagan. Mana shu yerdan faqat degan mana. Mana xo'jaligida foydalanilmaydigan yer maydonlari tuman zaxirasiga qaytarilsin. Tepadagilar qaytarilmasin deganmi shunda? Tepadagilari? Qaysi? Mana boshdan o'qiyapsiz-ku. Bularni aytyapsizmi? Qaytarilmasin deganmi shunda? Shunaqa demoqchimisiz? Yo'q, mayli, bularni ham anaqa qilgan, qarang. Xullas hammasini yozyapti-da, shu yerdan, shu yerlardan. Xullas mana shu hamma yerdan, mana shunaqa yerlarimiz bor. Mana shuncha yer uzunchilik, mana bu yer sug'oriladigan yer deb yozyapti-da. Mana shu yerdan faqat foydalanmayotgani qaytarilsin zaxiraga deyapti. Yo'q, qishloq xo'jaligida foydalanmaydigan yer turi bor-da, alohida turi bu. Nimaga qarorda bunaqa deb yozyapti unda? Qarang, foydalanmaydigan turini aytyapsiz. bitta misol tushuntiraman sizga. Mana bu keyin tushuntiraylik, siz yaxshi tushuntira olmayotgan ayb menda bo'lishi mumkin-da. Qarang, umumiy yer. Umumiy yer deganda общий yer hisoblanadi. Qarang, deylik bu tepamizdagi boshqa bir hudud. 1211 gektar yer. To'g'rimi? 1211 gektar yer maydoni faqat ekin ekadigani 1173 gektar. To'g'rimi? Temur. Aka, qani men buni tushundim. Yo'q, men sizga tushuntirishga harakat qilyapman. Yo'q, men aka hokim qarori, men u narsani tushundim aka. Men hokim qarorini aytayman. Hokim nimaga qarorida bo'lmasam, faqat foydalanmaydigan joyi qaytarilsin zaxiraga deyapti. Qarang, qarorda unaqa deb yozilgan. Mana, ko'ring. Qarang, men sizga bir ma'lumot chiqaman. Faqat degan joyi yo'q-da. Marjonaxon. Ilovaga muvofiq fermer xo'jaliklarining foydalanishdagi umumiy maydoni deyapti. Ketdi, umumiy maydon deganda boyagi umumiy ketyapti. Mana bu, masalan, mana bu yeri. Shundan deyapti, umumiy maydoni 24861 gektar. Umumiy maydoni. Ha, umumiy maydoni. Shundan 20000 gektar sug'oriladigan yer maydoni, ekin yer maydoni. 82 gektar bog'zorlar. 20 sotik tokzorlar. 2385 gektari baliqchilik ko'llari. 1655 gektar qishloq xo'jalik foydalanmaydigan yer maydonlarda. Bu yerda umumiy olib ketyapti. Ya'ni bitta yerni ichida hammasini hisoblasak, yer balans kelib chiqadi, Excel formaga tushirsak. O'shandan 1655 gektari ko'cha boyagi foydalanmaydigan tashlandiq yerlar bor edi, yonida turgan daraxtlar. Mana ko'chalarni aytyapti. O'sha yerlarda общий umumiy jamlamasi bu. Bu qarorni tagida ilovasi bor. Mana bu ilovasi bu jadvali bor. Qarang aka. O'sha mana yerlardan qarang, yerlar alohida aytmam chiqyapti, to'g'rimi? Mana ko'chalarni ham alohida aytib, gektarlar mana shuncha deb aytayapti ham. Mana shu yerlarni hammasini aytayapti-da sizga, qarang oxirida mana. Foydalanmaydigan yer maydonlari deyapti. Tuman zaxirasi qaytarib olinsin deyapti.
Shunda mana bu Shu joylarni ichidan deyapti. Mana shu joylar bor. Mana uzumchilik deylik mana. Hammasini yo'nalishini aytgandim. Masalan, boshlamamin deylik. Mana shundan gektar shunda mana sug'oriladi. yosh kerak edi. Siz aytganingizdek umumiy 24 ming gektar shundan sug'oriladigan falon gektar qaytarilsin. Yo'q, shundan qarang. falon qaytarilsin degan so'z qo'shish kerak Qarang bu aka, yerda. yo'q. Men aytmoqchi bo'lganim, mana bu qarorga asosan agar ishlaydigan bo'lsangiz, bu qarorga mana masalan 20 ming gektar yer sug'oriladigan yerdan, sug'oriladigan yerlar kimlarga ajratilgan, to'g'rimi? O'sha yerlarni kim foydalanmayotgan bo'lsa, deyapti, bu qaror bo'yicha. Foydalanmayotgan o'sha yerdan qayerlardir foydalanmayotgan bo'lsa, o'sha joy zaxiraga qaytarilsin degan bu qaror. Qarang, bo'yicha. bunday qilaylik. To'g'risi hozir Marjon aka mana shu qarordan pretenziya qiladigan bo'lsa, qo'lingizga berdim qarorni ham. Yo'q, bu qaror pretenziyam yo'q. Bu qaror to'g'ri ta'minlanmagan deyapman. Tushunyapsizmi? Balki shunaqadir. Ya'ni Agar nimaga? qayerdadir noto'g'ri bo'layotgan bo'lsa, agar haqiqatdan ham biz o'zimizni yoki o'sha paytda ishlaganlar ayb bo'ladigan bo'lsa, bemalol sudga murojaat qilishi mumkin belgilangan tartibda. Sudda biz o'zimizni mana shu qarorni himoya qilib olishi boshqa Aka, biz qaror xato demayapmiz aka. Qaror to'g'ri. Biz qaror mana to'g'riligi uchun men siz bilan tortishyapman. Qaror to'g'ri, lekin to'g'ri ta'minlanmagan. Mana shu tushunmayapti hozir. O'sha siz meni tushunmayotganingiz, men lekin siz tushundim. Ya'ni aytmoqchisiz, mana buncha yer bo'linsa, bunchasi foydalanadi, bunchasi foydalanmaydi deyapsiz. Ya'ni ariq-pariq, ko'cha-ko'cha deyapsiz. Lekin buni siz aytayotgan gap bu yerda yarni keltirib qo'yganda, aniq keltirib qo'ygan. Bu akani yer maydoni ham sug'oriladigan yer maydon bo'lgan dastlab menimcha. Va shu 20 ming gektar deyapti-yu, men qaror umumiy ketgan. O'sha 20 ming gektar ichida ketgan. Ha, ichida ketgan, mana ichida ketgan aniq. Ichida ketgan, lekin agar bular masalan uzumchilik qilmaganda, yer bo'm-bo'sh bo'lganda, sizlar zaxiraga qaytarib olishinglar kerak. Men o'shancha boyagi savolni berdim. Ya'ni nimaga bular ekmaganmi, talabini bajarmaganmi, o'shancha qaytarib olganmiz zaxiraga degan savol berdim. Bo'lishi mumkin. Ha, o'shani bitta bersanglar, o'shanga qarab biz anaqa keyin video tayyorlaymiz. Ya'ni kutamiz. 7 kun aytdim va aytgan 7 kunda javob bersanglar, ya'ni nima asosida, nima asos bo'lgan zaxiraga qaytarib olgan yer. Yuqorida keltirilgan holatlar Quychirchiq tumanida yer ajratish va boshqarish masalalarida tizimli muammolar mavjudligini ochiq-oydin ko'rsatmoqda. Tender hujjatlarida noto'g'ri ma'lumot berilishi, hujjatlarning cho'zib yuborilishi, klasterga o'tkazish jarayonlarining shaffof emasligi, sud qarorining ijrosi ustidan nazoratning sustligi, bularning barchasi fuqarolar huquqlarining poymol etilishiga olib kelmoqda. Alohida e'tiborli jihati shundaki, sud qarori bilan murojaatchiga 2 milliard 173 million so'mdan ortiq kompensatsiya to'lanishi lozimligi haqida fuqaro 1 yil davomida xabardor qilinmagan. Bu holat nafaqat huquqiy jarayonlarning sustligini, balki davlat idoralari tomonidan fuqarolar bilan ishlash mas'uliyati yetarli darajada bajarilmayotganini ham ko'rsatadi. Ko'chatlarning noqonuniy yo'q qilinishi, hujjatlarning yo'qolib ketishi, oldingi hokim tomonidan berilgan va'dalarning bajarilmasligi, bularning barchasi davlat boshqaruvida ochiqlik va hisobdorlik masalalari qanchalik dolzarb ekanini yana bir bor isbotlamoqda. Tahririyat mazkur holat yuzasidan mas'ul idoralar tomonidan to'liq va xolis o'rganish o'tkazilishi, aybdor shaxslar aniqlanib, qonuniy javobgarlikka tortilishi, shuningdek, fuqaro ko'rgan moddiy va ma'naviy zarar to'liq qoplanishi bo'yicha aniq choralar ko'rilishini talab qiladi. Chunki yer bilan bog'liq bunday tartibsizliklar oddiy fuqaroning mehnatini, mulkini va eng asosiysi qonun bilan kafolatlangan huquqlarini oyoq osti qilmoqda. Bizni kuzatishda davom eting. Biz bu mavzuga yana qaytamiz.